Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana xudo xolisa keyingi ishlarimizni ham olib kelib o'rnatib berdik. Bu yerimizga 12 ta rom, 7 ta akfa eshik, 4 ta MDF eshik, verandachalar, podogonnilari hamma yo'g'i bilan olib kelib o'rnatib berdik. Akfamiz ko'rinishlari mana akfalarimiz ham o'ta go'zal, chiroyli holatda o'rnatib bitta mana ochilib yopilishlari. Buni bo'ylari 3,5 ga 1.40 eshik bo'ldi. Taylari alkafon, aynalari qora kuydirilgan aynalardan bo'ldi. Xudo xolisa bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Mana akfalarimiz ko'rinishi, portchkalar ikkitadan ochiladigan qilib berdik. Kvadratini 800 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berdik bularni. Har bittasini kvadratini 800 ming so'mdan bo'ldi. Общий uyimiz fonni 70 million so'mga hamma yo'g'i bitib olib kelib o'rnatib berdik. Mana ko'rishinglar mumkin. Hamma yo'g'ini o'ta go'zal, chiroyli qilib olib kelib o'rnatib berganmiz. Akfalarimiz mo'qridan bo'lgan. Ko'rishinglar mumkin, o'ta go'zal, chiroyli bo'lib, aynalari ham qora kuydirilgan aynalar bo'lgan. Shuncha holatda hamma yo'g'i o'ta go'zal, chiroyli bo'lib chiqqan. Bu yetimizda mana oxirgi ishlarni o'rnatyapmiz. Bularimiz verandachi bo'lgani uchun kvadratini 700 ming so'mdan qilib berdik. Shu ikkita oraliq, bitta eshiklari, romlari bor. Buni ham podogonnilari, usullari alkafonda o'riladi. Shunisiga e'tibor berib qo'yasizlar. Ko'pchilikda taylari lamber bo'ladi, bizniki alkafon bo'ladi. Hamma yo'g'i o'ta go'zal bo'lib chiqadi. Mo'krida qilib olib kelib o'rnatib berdik. Manzilimiz Farg'ona viloyati Ulug'nor tumaniga olib kelib o'rnatib berdik. Mana eshiklarimiz, akfalarimiz, eshiklar. Bu yerda mana podval eshiklarni ham akfa qilib bering dedi. Akfa qilib berdik. Buni o'ta go'zal, chiroyli qilib olib chiqib berdik. Bu yetimizda mana MDF eshiklari ham o'ta go'zal, chiroyli bo'lib chiqqan. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Aynalari gulli ayna bo'lgan. Germetiklanib, shuncha holatda olib kelib o'rnatganmiz. Zamolar keladigan bo'lsa, zamolarimiz 100 ming so'mlik magnit zamolar bo'ladi. O'zi ushlab qoladi hamma yo'g'ini. Go'zal, chiroyli qilib olib kelib o'rnatib berdik. Mana yopilishlari ham shalahlamaydi, magnit o'zi tortib qoladi. Bemalol ko'rishinglar mumkin. Opamiz ham bizni YouTube'dan ko'rib, tomosha qilib, buyurtma berdi, olib kelib o'rnatib berdik. Hamma yo'g'ini go'zal qilib olib kelib o'rnatib berganmiz. Eshiklarimiz orqa ko'rinishlari mana xudo xolisa go'zal qilib olib kelib o'rnatib berganmiz. Romlarimiz podogonnilari bilan hamma yo'g'i ichida olib kelib o'rnatganmiz. Romlarni ham, ochilishlari ham o'rtadan bitta ochib berganmiz. Ochilib yopilishlari hamma yo'g'i go'zal holatda chiqqan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqa chiqa olasizlar. Nomerlarimiz 94lik 332 1166. Telegram, WhatsApp hamma yo'q bor. Bemalol telefon qila olasizlar. Rossiyada turganlarga borib o'lchang deganlarga o'lchashimiz besplatniy, borib o'lchab 50%, 60% zaklat olinadi, qilib beriladi. 1 oy 25 kun atrofida bitib o'rnaydi. Xudo xolisa ishlarimiz glansviy lak sepganmiz bu MDF ga. Glansviy laklar 2 silovdan sepiladi. Juda go'zal bo'lib, bemalol namga chidamli bo'ladi. Artib tozalab bemalol ishlata olasizlar. Xudo xolisa kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, chiroyli qilib beramiz. Akfalarimiz ham bor. Akfa xizmatlarini ham yo'lga qo'ygan. Xudo xolisa o'ta go'zal, chiroyli qilib olib kelib o'rnatib beramiz. Bu akfalarimiz ham hammasida bittadan podogonni bor. Podogonnilari 45 lik podogonni bo'lgan. Hammasi ichida chiqqan. Xudo xolisa bemalol aloqaga chiqa olasizlar.